Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli Chorraga Barak kanali obunachilari va bizni kanalni muntazam kuzatib borayotgan tomoshabinlar, hammalaringga Qurbon hayiti muborak bo'lsin deb bugungi video syomkamizni Qurbon hayitida qo'chqorlarni so'yib yuborganlarga keyingi yilga mana qo'chqorlar ham ketyapti. Keyingi yilga Qurbon hayitiga yana qo'chqor boqaman degan ishqibozlar uchun 38 ta qo'chqor olib kelib qo'ydik. Hammasi qo'chqor. O'zim videolarimizni boshlaydik. Biz turgan joy Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar. O'zimizni xonadonga 38 bosh yangi partiya qo'zi qo'chqorlarimiz yetib kelgan. Hammasi qo'chqor. Qadrli obunachilar, bittadan like bosishni unutmaysizlar. Xo'p, endi buni videoda cho'zmaymiz. Sirazi optimiga narx aytamiz va maydaroq olganga narx aytamiz. Xudo xolasa kelishtirib beramiz. Sizlar ham insof sari baraka kelishtirib so'raverasizlar. Xo'p, bo'lmasam narxi o'tadigan bo'lsak, hammasini bir joyga olaman deganlarga 2 million so'm emas, 1 million 900 ming so'mdan bo'lsa, optimiga 38 tani beramiz. 1 million 900 ming azizlar. Xo'p, endi ichidan kattasini olaman sizlarga kelishamiz, kichirog'ini olaman sizlarga o'tib beramiz. Alohida unga kelishamiz, alohida chiqib olasizlar. Nechta olishlaringga qarab, xudo xolasa yo'lida qilib beramiz. Shiqam, chopam kuymaydigan qo'zi qo'chqorlarni, ko'chatlari, udallaridan kelgan. Xudo xolasa mana ko'ringlar. Onu qaranglar, maşallah, go'zallaridan kelgan xudo xolasa. O'zimizni Hisori qo'ydi bolalari. Hali adam kelmagan, Tojikiston, Qirg'iziston emas, o'zimizni O'zbekistonda jaydari qo'ylarsa ham bo'laveradi. Xo'p, videolarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib esdan chiqarmaysizlar, hurmatli kuzatuvchilar. Videolarimiz yoqmagan bo'lsa, bittadan dislike bosib, fikrlaringni negativ bo'lsa negativ, yaxshi fikrlar bo'lsa yaxshi fikrlaringni yozib qoldirasizlar kommentariyada. Mana shunaqa qo'zi ishqibozlariga jo'natib qo'yasizlar videoda. Bittadan like bosib, kommentariyani kutib qolamiz. Bo'lmasam, videolarni ham tugatdik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kunlaringiz xayrli va barakotli bo'lsin. Yana bir bor hammaga Eid Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qo'zilarimiz ko'p qashqa, bir dona sarig'i bor.